Assalomu alaykum, beton quyish obunachilari. Mana bizlar yana bir yerda ishimizni bitirdik. Bu yerdagi ishimiz paxtachida bo'ldi. Timur akamning uyi. Steyashka bordir bo'ldi. 440 kvadrat steyashka bo'ldi. 127 metr bordir bo'ldi. Buga ketgan narsalar 470 xalta sement ketdi. 7 kamaz shibin tash ketdi. 1 kamaz budkamen ketdi. Setki 440 kvadratlik setki ketdi. Klinkamizdan shunday ketdi. Mana ishimizdan da ko'rsatib chiqaman. Mana kelgan yerimiz ikki yoqlama kirish bo'ldi. Buni yerimizga gulatas tushirdik. Devoragi 6 granka bo'landi mana. Mana buni yerimizga lisitsa tushirib berdik. Bu yerimizga chega ko'p ketdi. Chega nega ko'p ketdi desangizlar, 50 sm chega tashadik. 50 sm. 8 kamaz chega ketdi. 8 kamazdan ham ko'p. Mana bu yoq betimiz kelish bo'ldi. Bu yoqqa bet olib borganning sababi bu yerga hojatxona quraman dedi. Mana bu yoqdan chiqdi. Mana bordirlarimizni tekstga. Aylantirib mana qo'yib chiqdik devoragini. Mana. Mana bu yoq betimizga bir lisensiya tushirdik. Kirib chiqish uchun. Mana steyashkamizning yuzlari. Mana bordirlarimiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Beruni beton quyish xizmatini telefonlashaverasizlar. Rasxod, pasxod barini eldan chiqarib beramiz. Hisoblab qancha narsa ketadiganini. Timur akamiz steyashkalar nasib etsin. Ustunda Xudoyim to'ylar bersin.